güldürer, ya yığlatar, yahi örer, küldürer. Damat karnın yigirtirer, yıldırar, ya yığlatar, yahi örer, küldürer. Kimler gelir kılmaz işni kıldırar, ayt kimlere vefo kılgan dünya bu. Kimler gelir kimler ketken dünya bu. Kimler gelir kılmaz işni kıldırar, kimler ötken dünya bu. Toya varsın üst başına kararlar, sağlık nemez mensebinden sorarlar. Toya varsın üst başına kararlar, sağlık nemez mensebinden sorarlar. Azizlerge toy davramızı sabıfçıları ki davramız Timur Bey kelinçeyimiz Sıraya Hanı davramızga taklif etamiz. Sanatkarlarımızın toylar mübarek sadalar aslında hemmemiz birgalikda karşı alamiz. Marhamat. Toylar mübarek ey yar canım, toy kana bulsun ey pembirle canım. Toylar
jonim. Assalomu alaykum hurmatli, bugun yaxshi niyatlar bilan mana shunday to'kin dasturxon yozib, hammamiz bilan quvonchini baham ko'radigan G'afurjonimizning xonadonini, Go'zalayning xonadonini yaxshi niyatlar ila bugungi qutlug' kunlarini qutlab, farzandlarni baxt to'ylarini muborakbodlab kelgan muhtaram mehmonlar, assalomu alaykum. Elimiz, yurtimiz tinchligini, osoyishtaligini Yaratgandan duolar ila tilaydigan mo'tabar, nuroniy otaxonlar, farzandlarin kamolin Allohdan tilab, qo'llari hamisha duoda bo'lgan jannatiy onaxonlarim, muhtaram akalar, ukalar, Munisa, Dilbar opa singillar, barchamizni yaratgan Parvardigor Subhanalloh taolomizga behisob shukronalar, cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Sizdek muhtaram aziz insonlar bilan yaxshi kunda to'yda shadanada diydorlashish baxtiga, yuz ko'rishish baxtiga, sog'li salomat uchrashish baxtiga muyassar bo'lib turganligimizdan qolaversa mana shunday to'kil dasturxon yozib, hammamiz bilan quvonchini baham ko'rayotgan baxtli insonlarni sevinchiga, quvonchiga teng sherik bo'lib turganligimizdan mana shu elimizda eng bir hurmatli, e'tiborli aziz xonadonlardan biri G'afurjonimizning xonadonida bugun to'y shodiyona, farzandlari hayotining davomchisi, qalbining quvonchi, xonadonning sevinchi, suyukli o'g'illari Semurbekning bugun baxt to'ylari, nikoh to'ylari. Avvalambor Karim boyamiz rahbarligidagi mana shu sulolani, mana shu avlodni, G'afurjonimizni, Go'zalayni, barcha yaqinlarni, qarindoshlarini shu bugungi farzand to'ylari bilan qizg'in muborakbod qilamiz. Ko'zlaringiz aydin, to'ylaringiz o'ng bo'lsin, uzoqni so'ntirsin deymiz. Sizlarga bo'lsa bugungi to'yxonamizni, muqaddas ostonasini, oltin koshonasini xatlab xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanat deya Semurbekni, Surayyaxonni baxt to'yiga bag'ishlangan chiroyli fayzli to'y davramizni ochib berish uchun so'zni mana shu qishlog'imizni, mana mahalla raisi, shu elimizni kattasi, Xudosi, el boshchisi, hurmatli Sho'katoy akamizdan iltimos qilsak, bugungi fayzli oqshomimizni ochib bersalar, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, hurmatli to'yimizning qatnashchilari, amata avvalam sizga bir pretenziya bildiracakman. İltimos bundan keyin 5 ta aytilgan to'y 5 ta boshlansin. Men deb odamlarni sarson etmang. Bizlarni Urganchlardan bir yerimiz kammi? Naborat ulardan yuqorimiz bizda. Shaharlardan hech qanday kam yerimiz. 5 ta aytildimi to'y 5 ta boshlansin. Va shuni iltimos amata kontrol qilishingizni iltimos qilaman bundan keyin. Hurmatli to'y qatnashchilari, G'afurjon to'y bilan tabriklayman uka. Shu ikki yoshi baxtliman, o'zlaridan ko'paysinlar. Ajoyib farzandlarning ota-onasi bo'lsinlar. G'afurjon shu Xudoyim uka, kelasi yil qo'shadan oqtiqlaring bo'lsin. Seni bu yerga borib tabriklab, baxt tilab o'tirish, sho'da o'tirgan hammaga nasib qilaversin. Xudoyim elimizda, yurtimizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'laversin. Hech kimni baxt yetmasin. Hammangizni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Hammangizga baxt tilayman, ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman. Kelasi yil ne arzularingiz bo'lsa, ne umidlaringiz bo'lsa, Xudoyim sizlarni hammangizni shu umidlarga yetirsin, yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Rahmat hammangizga. Rahmat bildirgan mana shu niyatlaringiz uchun katta tashakkur bildirib qolamiz. Ilohim hamisha sog' bo'lib, omon bo'lib, elimizga bosh-qosh bo'lib yuravering. Mana bugun Semurbekni, Surayyaxonni baxt to'ylari 2013-yil yakunida ertayin eshik qoqib turgan yangi 2014-yilni kutish arafasida ikkala yoshni baxt to'ylari bo'layotir. 21-asrni 13-yilini 12-oyini 19-sanasida bo'layotgan Semurbek, Surayyaxonni baxt to'ylari G'afurjonimizga, Go'zalaya, Karim boyamiz rahbarligidagi mana shu avlodni barchasini yana bir bora qutlu muborak bo'lsin. Mustaqil hayot deb atalgan gulgun bo'stonga birgalikda ilk qadamlarni tashlayotirgan, hayot yo'llarini bir-biriga baxshida qilayotirgan, umr yo'llarini shu bugundan bir-biriga
o'zvi bog'layatirgan, umid ila bir yostiqqa boshlarni birgalikda qo'yatirgan bugungi to'y oqshomimizni, fayzli kechamizni sababchilari bo'lgan kuyov to'ramiz Semurbek, kelinchagimiz Surayyaxon uzukka qosh qo'ygandek bo'yiga, qalbi qalbiga munosib bo'lib turgan to'yimiz sababchilariga Allohdan bekam baxt tilaymiz. Tangri taolo sizni qo'shibdi, qo'sha qaringlar. Serfarzand, serdavlat bo'linglar. Bugungi kamolingizga, bugungi kamolatingizga ko'z tegmasin. Alloh sizlarni hamisha yomon yo'llardan, yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan panohida asrasin. Baxt qushi boshlaringiz uzra parvona bo'lsin. Hayot yo'lingiz uzun, rizqingiz butun, martabangiz ulug' bo'lsin. Tangri taolo qo'shibdi sizni ilohiho. Qo'sha qarib, Alloh bergan umrni izzatda, hurmatda bir-biringizni sevib, sevilib, ardoqlab o'tkazinglar. Dunyoda neki ezgu niyat tilak istak bor ekanki, barchasini bugun siz uchun tilaymiz deyam. Semurbek uchun, Surayyaxon uchun, bugungi to'y davramiz sababchilari uchun. Eng nufuzli to'yxonamiz Jannat to'yxonasini to'rida aynan ular uchun bezatilgan to'y dasturxoni atrofligiga o'tirishligi uchun ruxsat qilamiz. Kelgan aziz mehmonlarimizni hurmat aylab turganlari uchun tashakkur bildiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizga tilaklarim ummon bir olam. Unda yo'q aslo g'am, tashvish, alam. Jamiki dunyoda pok niyatlar bo'lganda ham jam, baribir siz uchun bu tilaklar kam. Bugungi fayzli oqshomimizni, nikoh kechamizni tumanimizdagi eng nufuzli tasvir yozuv studiyasi Sodullomiz rahbarligidagi Humo studiyasi tasvirga azodi. Ajoyibki, qo'shnilar sizni bizga baxshida qilish maqsadida tashrif buyurgan. Xush ovozi, jo'shqin so'zi bilan elga manzur bo'lib kelayotirgan. Aytib tanishtirib o'tirishga hojat yo'q, chunki shu yilni farzandi, sizning farzandingiz. Tumanimizdan yetishib chiqqan eng ijodkor, ko'plab san'atkorlarga ustozlik qilgan, hayotda o'rni topishga ko'makdosh bo'lgan, o'zini izlanuvchanligi bilan hamisha el hurmatini topib kelayotirgan, Alloh xush nafas ato qilgan san'atkorimiz Ravshanbek Hofiz Matchonov rahbarligida bir guruh sozandalar bugun siz va bizga xizmat qiladilar. Ravshanbek Hofizimizga mana Ulug'bek, Hamrobekamiz, Boburjonlar, Furqatjonlar mana shu ashulalar davomida jo'r bo'ladilar, sozandalar guruhi xizmatdalar. Hofizimizning ajoyibki qo'shiqlariga eng jozibador raqqosa singillarimiz Shahnoza xonim, Firuza xonim xirom etadilar. Albatta bugungi to'y davramiz barchamiz ishtirokimizda chiroyli, fayzli bo'lib o'tadi degan umiddaman. Ikkala yoshni baxt to'yi bois yozilgan to'kin dasturxonga hammangizni marhabo degan holda jonli ijrodagi xonishlari ila muxlislarni dillarini rom qilib kelayotirgan, yuraklarga yo'l topa olgan, qalblardan o'rin egallashga ulgurgan san'atkorimiz, betakror ovoz sohibi Ravshanbek Hofiz Matchonovga navbatni beraman. Bugun davralarning to'ri sizniki, bugun qalbimizning qo'ri sizniki, qalblarda yurakda ezgu niyatlar, bugun qo'shiqlarning, kuylarning zo'ri sizniki. Marhamat Hofiz. Rahmat Gezalxon. Sizdan boshini so'rayapman. Ko'ngillar birini izlab bugun bog'landi
Bugün bağlandı bağlandı. Bularını ajratıp bulmaz. Bugün bağlandı bağlandı. Bugün bağlandı bağlandı. Bularını ajratıp bulmaz. Bugün bağlandı bağlandı. Bugün bağlandı bağlandı. Köngüller bağlanıp kaldı. Alemler bağlanıp kaldı. Köngüller bağlanıp kaldı. Alemler bağlanıp kaldı. Alavlar bağlanıp kaldı. Tütün bağlandı bağlandı. Tütün bağlandı bağlandı. Kalemler bağlanıp kaldı. Tütün bağlandı bağlandı. Tütün bağlandı bağlandı. Üzüş mümkün bu alemde. Kaçan kız kabalense. Üzüş mümkün bu alemde. Kaçan kız kabalense. İnalcık bizde zincirli. Köngüllerdir bizler. Bugün bağlandı bağlandı. İnalcık bizde zincirler. Uzun bağlandı bağlandı. Uzun bağlandı bağlandı. Köngüller bir bugün izler. Bugün bağlandı bağlandı. Bugün bağlandı bağlandı. Bugün bağlandı bağlandı. Belki cismin akbayın. Canda oğuye kurban sana. Canda oğuye kurban sana. Zor oldu küs hayran sana. Bu canım kurban sana. Zor oldu küs hayran sana. Bu canım kurban sana.
tutsan yürür bir şan kim yürür gali başına pervanalık eyler mohi taban sana eyler mohi taban sana başına pervanalık eyler mohi taban sana eyler mohi taban sana zavruldu küz hayran sana bu canım kurban sana zavruldu küz hayran sana canım kurban sana. Gitmişim köyüne canım beylep kıl kabul bir müküm azar ikim ben bulmuşum mihman sana bulmuşum mihman sana niye pariye yürüsen kiminiz arazin kürgen zaman buldu deştu iş kara Mecnun serger dan sana Mecnun serger dan sana oldu deştu işkara Mecnun serger dan sana Mecnun serger dan sana zar oldu küz hayran sana bu canım kurban sana zar oldu küz hayran sana canım kurban sana zar oldu küz hayran sana canım kurban sana canım kurban sana canım kurban sana canım kurban sana gel köylüm sıkılan yalvar Allah'a gel köylüm sıkılan yalvar Allah'a yaratkandan hiç yaşırınç iş olmaz yaratkandan hiç yaşırınç iş olmaz ölüm beraberdir şahı gedağına kalem birdir anda yazan iş olmaz ölüm beraberdir şahı gedağına kalem birdir anda yazan iş olmaz
bardur yurtar gece yatmayın, bir uyda yatıp cefa tartmayın. Bir bardur yurtar gece yatmayın, bir uyda yatıp cefa tartmayın. Takdiri ezeldir, hergiz anartmayın. Gezgen artık bulup yatkan duş olmaz. Takdiri ezeldir, hergiz anartmayın. Gezgen artık bulup yatkan duş bulmaz. Bir mert yigit yalgancı ona gelse, hoş kılıklı çürekte surxan bulsana. Bir mert yigit yalgancı ona gelse, hoş kılıklı çürekte surxan bulsana. Bu dünyada abru imanı bulsa, 70-80 yüzden artık yaş olmaz. Bu dünyada abru imanı bulsa, 70-80 yüzden artık yaş bulmaz. Kimseler devletmen, kimseler garip, kimseler hayretip, zekatının birip. Kimseler devletmen, kimseler garip, kimseler hayretip, zekatının birip. Kimseler ömründe nam deyip yürüp, kimseler de düşek yastık aşk olmaz. Kimseler ömründe nam deyip yürüp, kimseler de düşek yastık